Oğlumnu kutkusunlar. Balamni kutkusunlar. Adam qisqagina hayotida nurg'ulg'an issiq sovuqlarni boshdan o'tkazadigan. Men o'zimni bilgan cheg'imdan boshlab toki dadam bizni tashlab ketganiga qadar uning menga bir qitim ochiq chiroy ochqinni yoki qizim deb chaqirganini bilmayman. Mana hozir bo'lsa dadam balki mening bu dunyoga ko'z ochishimga norozi bo'lsa kerak deb o'ylab qolaman. Lekin sababini zaten tushunmayman. Turmushning qatma-qat yukini dembisiga yutib olgan bechora opam ukam ikkimizning holidan xabar etgan edi. Lekin taqdir buning bilan bo'ldi qimmat. 5 oyning oldida ukam Dilyar mashina hodisasiga uchrab, uningdan ayrilib qoldik. Shu ishdan keyin opamning salomatligi yaxshi bo'lmadi. Doktorxonada necha qitimlab yetib chiqdi. Barini to'ladi. Yo'q nima iloj. Ikkimizga to'ttamdan boshqa hech nima qolmagan bo'lsa-mu, har hol shukr. Opam xeyli yaxshi qoldi. Yaxshi qopdiman qizim. Doktor nimalar dedi opa? Azroq dori yezib berdi. Amsa dorilarni qarasam, nadiki dorilarni yezib beribdi. Uningdan ko'ra uyda yaxshiroq kutinsamlar bo'lmadimi? Ansirman qizim. Opa, siz birdan aram ep turing. Men sirtga chiqib, ko'ytak ib kirib, sizga tamoq etib beray. Yanchog'imda pach pul boshini ishladim. Pulni oldimi, opa? Hayal qilmang, ha? Ma'qul. Men chiqib ketdim, opa. $286. Opam dorilarning pulini to'layamagashga ammabdi ekanda. Xudo. Men qanday qilsam bo'ladi? Opam bu holatda yotsa, menga o'qishni nima qo'yibdi? Men pul tepib, opamning bu dorilarni cho'qim ep berishim kerak. Opa, turing, azroq bir narsa bering. Nurgul, maktabingizga mengivering. Kechikib qolmang yana. Tushdi kelib, opa, sizga obdan taboq etib beraman. Allohga omonat. Xo'sh, opa. Kechdi baldiroq qaytib keling, ha?
Hada, bu yerda men qiladigan ish bormi? Nima ish qila olasiz? Nima ish qilsam mayli? Qoch-quch yeb oshxona tozalsam, choy qilib tamoq tushsam bo'laverdi. Qarasam pek kichkansiz. Maktabda o'qimadingizmi? Yo'q, Ota-onangiz bormi? dadam yo'q. Opam kasalchan, shung men. Bildim. Ondaqda men sizni xo'jayin bilan ko'rishtiray. Jirim. Ma'qul hada, rahmat, rahmat. Digine oğlum, nima yeysen? Hech nima yemayman. Nima ishqa? Uydagi ayolni ketkizib, Onu ketkizsem san kim qaraydi? Tez bol oğlum. Ağaç saqlab qoldi. uni bu yerda men turg'izib qo'ymadim. Saqlamasini yerkassin. Uydagi so'rang xotin bek eskikan. Meni doim tillaydi. O'zining askiligiga baxmay, haqni askidaydi texi.